Ustazoda ijodkorimiz Hamidbek Otaxon o'g'li taklif qilamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz eldoshlar. Biz mana do'stlarimiz, ustozlarimiz bilan naqadar baxtlimiz. Chunki butun bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizni, yurtimiz ahlini tabriklayapmiz. Ilohim baxtimizga bor bo'ling, sog' bo'ling, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Yashang. Baribir endi yangisidan eshitishimiz kerak. Suhbatga o'tishdan oldin bir yangisidan bormi? Bor. Bo'lmasam boshlaymiz. Albatta, boshlaymiz. Ayollarni tabriklaylik. Chunki ayol bor dunyoda, gul bor, bahor bor, ayol bor dunyoda, baxt bor, iqbol bor, ayol bor dunyoda, shirin hayol bor, ayol bor dunyoda, juft halol bor. Ayol yaxshidir. O'zbekmi, qirg'izmi, ayol yaxshidir. Oriqmi, semizmi, ayol yaxshidir. Ehtimol dersiz, oshirib yording-ku sal, maqtovni kamidan ko'prog'i afzal. Sahroga o'xsharkan ayolsiz dunyo, qurirkan, qaqsharkan ayolsiz dunyo. G'alati tuyular ayolsiz dunyo, chunki jimib qolar ayolsiz dunyo. Erkaklar ko'tara olmay sukunat yukun, hatto esini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hamisha quyoshdek charaqlab yashnasin ayol, quvonchlarga cho'milib yashasin ayol, mayli miriqib, semirib yashasin ayol. Biz qurbon bo'lsak ham yashasin ayol. Rahmat. Tag'in demang, bu jonivor erkakchi erkak. Bu haqda ayollar o'ylash kerak. Erkaklar ham sog' bo'lsin. Bo'lmasam endi ko'pchilik o'ylab qoladi, nima sovg'a qilsam ekan deb. Hali o'zingiz sovg'a qildingizmi? Yo'q. Asa eshiting, ajoyib bir maslahatim bor. Sovg'alarning ichida sovg'ani xonidir pul. 90% xotin qizni ishoning, jonidir pul. Gul ham shart emas, pul bering, xolasa gul oladi. Iloji bo'lsa dollar bering, dunyodinda qoladi. Guldin ochilib yurida mayli go'zal gul bering, lekin gulni yonida abizatilni Pul bering. Shunam yoddan chiqarsangiz aniq xarosat atadi. Qo'rqmang, baravering, baribir uya xarajat atadi. Ayollarimiz sog' bo'lsin.